Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz o'quvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftohul Arabiyya A1 o'qish va yozish 5-bo'lim 2-darsni o'tamiz. Bismillah. Al-wahdatul khamisa al-adatul yawmiyya. Kunlik odatlar. Muhtaviyatu dars. Darsimiz o'z ichiga olganki, nimalarni desa, al-qiroa o'qish qismida adatun yawmiyatun sihhiyya. Kundalik sog'lom odatlar. Al-qawaid qoida qismida isnadul af'al amr ila domair amr fe'llariga zamirlarning qo'shilishi. Az-zamanul mustaqbal kelajak zamon. Al-kitaba yozish qismida tartibi jumalin jumlalarni tartiblash. Kitabatu sualin va javobin savol va javob yozish. Istibana so'rovnoma ya'ni anketa va yawmiyya kunlik kundalik. الدرس الثاني عادة يومية صحية يعني كندليك sog'lom odatlar. أولا المفردات birliklar. الأنشطة اليومية kunlik faolliklar. Yanamu uxlaydi, yastayqizu uyg'onadi, yatawaddau tahorat oladi, yusolli namoz o'qiydi, yatanavalu taomlanadi, yumarisu shug'ullanadi, yaghsilu yuvadi, yunazzifu tozalaydi, yuqallimu qisqartiradi, mufidun foydali, baridun sovuq, mubakkiron vahli erta, jalis o'tiradi. At-tag'ziyatu sihhiyya ya'ni sog'lom taomlanish. Nashata yunashita nashitun shitun faollashtiradi. Hafaza yuhafizu hafiz muhafazatun bu saqlaydi degan. Saniyan al-as'ilatu tamhidiyya boshlang'ich savollar. Mata tastayqizu kulla yawm har kuni qachon qaysi payt uyg'onasan? Maza taf'al sabahan ertalab nima qilasan? Maza taf'al masaan kechasi nima qilasan? Bularga o'zlaring og'zaki ravishda javob berib qo'yasizlar. Salisan istami' va aqra. Uchinchisi eshiting va o'qing. Ya'ni nima ekan bu? Jaridatu tag'ziyatu sihhiyya sog'lom taomlanish gazetasi. Demak boshlaymiz. إليك عزيزي القارئ بعض العادات الحسنة التي يجب أن تمارسها في حياتك اليومية ليكون يومك صحيا. يعني kuning sihhiyan salomat bo'lishligi uchun kundalik hayotingda sen uni bajaradigan ba'zi yaxshi odatlarni aytaman. Ya'ni aziz o'quvchim senga. Yajibu an tanama va tastayqiz mubakkiran. Erta uxlashing va turishing kerak bo'ladi. Litusalli salatul fajr bomdod namozini o'qishliging uchun. Idofatan ila zalika bunga qo'shimcha ravishda fa inna nawma va lastayqizul mubakkir mufidani li sihhatikal hasadi jasadiyyati va nafsiyya. Bunga qo'shimcha ravishda barvaqt uxlash va uyg'onish o'zingga va tanangni salomatligi uchun ikkisi foydadir. Marisi riyada sport bilan shug'ullan. Fariyadatu mufidatun lil jism. Sport jism uchun foydalidir. Fahiya tuqawwil adolat va u mushaklarni kuchaytiradi. Tuqawwi kuchli qiladi. Va tunashitul qalb yurakni faollashtiradi. Va tuhafizu ala sihhatina salomatligimizni saqlaydi. Ig'sil yadayka qabla at-ta'am va ba'dahu qo'lingni ovqatdan oldin va keyin yuv. Tanavalil futur ma'a ailatik ertalab kuni olishdan oilang bilan tanavul qil. Tanaval ta'amal asha mubakkiran kechki ovqatni ertaroq tanavul qil. Nazzif asnanaka qabla an-nawmi va ba'da al-astayqiz va ba'da tanavul at-ta'am. Tishlaringni uyqudan oldin va uyg'onishdan keyin va taom tanavul qilganingdan keyin yuv. Ya'ni nazzif tozala. La tashrabil munabbihat qabla an-nawm mubasharatan kal qahva va shay. Ya'ni ichmagan uyg'otuvchi stimulyator deyiladi. Nima bu? Energetik ichimliklar, uyquni ketkazadigan barcha ichimliklar shuni qatoriga kiradi. Qahva, choy kabi. Nima deyilyapti? Uxlashdan oldin to'g'ridan to'g'ri munabbihatlarni ichma. Ishrobil ma'a va anta jalis. Suvni o'tirgan holingda ich.
ولا تشرب الكأس دفعة واحدة. ya'ni stakanni bir dafada ichma, ya'ni bir stakandagi choymi, kofemi bir dafada ichmagin. ishrobil ma'a 'inda al-istiqoz, uyg'ongan payting suv ich. ولا تشرب الماء بعد الطعام مباشرة. ovqatdan keyin to'g'ridan to'g'ri suv ichma. لا تتناول الفاكهة بعد الطعام مباشرة. ovqatdan keyin to'g'ridan to'g'ri meva yema. qallim azafiraka kulla usbu'. har hafta tirnoqlaringni qisqartir. uktub barnamajikal usbu'iy, ya'ni haftalik rejangni yoz. masalan, talibul jamiati yajibu an yaktuba mawa'id ad-dirasati va rohati. masalan, universitetning talabasiga kerakdir, nima yozishligi kerak? ya'ni o'qish va dam olish vaqtlarini. demak, xibarimiz shundan iborat. Robian al-as'ila, savollar. Ajib anil as'ilati latiya, quyidagi savollarga javob bering. Uzkur salasa adatin jayidatin, 3 ta yaxshi odat yozing, zikr qiling. Yuqorida aytildi yaxshi odatlar haqida. Ma favaidur riyada, sportni foydasi nima? Buni ham yozasizlar. Keyingisi da 10 sahih amal xato amal jumalil atiya. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi, qolgani buni bajarasizlar. Doimgidek bu xibarimizda chiqqan yangi lug'atlarni Yusuf Akademi Telegram kanalimizga joylab boramiz. Har bitta darsimiz lug'atlari ushbu kanalimizda bor. Bu kitaba qismi bo'ladi. ya'ni Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Allohim ummatimga erta tongda baraka ber degan ibora ekan. Hisobli o'quvchilar, darsimiz tugadi.